Buyuk sabr va ziyo. Ibratli hikoya. Ibn Xallukon Vafoyatul A'yon nomli asarida bunday yozadi. Urva ibn Zubayr o'g'li Muhammad bilan hukmdor Valid ibn Abdumalikni ziyorat qilish maqsadida Madinadan Shomga yo'l oldi. Yetib borishganida sevikli o'g'li sarkash hayvonning tepkisi zarbi bilan vafot etdi. Bu fojiadan hech qancha vaqt o'tmay, Urva roziyallohu anhuning oyog'ida qorason boshlandi. Xabarni eshitgan xalifa keldi va oyoqni kesish kerakligini, aks holda xastalik butun vujudiga tarqashi mumkinligini aytdi. Bemor ham ilohiy taqdirga rozilik bilan bu so'zlarni qabul qildi. Jarroh amaliyot qattiq og'riq berishini ta'kidladi va xastaga rozi bo'lsangiz og'riqni his etmasligingiz uchun sharob ichirsak. Bu gapni eshitib Hazrat Urva jarrohning yuziga hayrat bilan qaradi. Taqvo ila yo'g'rilgan ko'nglidan tiliga chaqmoq tezligida shu so'zlar chiqdi. Agar xastalikdan qutqaradigan bo'lsa ham, Allohning harom qilgan narsalaridan aslo foydalanmayman. Jarrohning uxlatib qo'yadigan biror dori berish taklifini ham, bir a'zoyim kesilarkan og'riqni his etmayin, ham Alloh taolodan bunga ajr kutay, shundaymi? deya rad etdi. Xonaga bir necha kishi kirdi. Amaliyot paytida og'riq chiday olmaydigan darajaga chiqsa, bu odamlar sizni ushlab turishadi deb izoh berdi jarroh. Bemor, inshaalloh sabr qilaman, sizlarga qiyinchilik tug'dirmayman deya kelganlarga rahmat aytib ortlariga qaytardi. Amaliyot boshlandi. Jarroh oyoqlarini kesarkan, ulug' sahobiy tavakkul va rozilik holida tahlil, takbir keltirardi. La ilaha illalloh vallohu akbar. Kesilgan joyga qizdirilgan zaytun yog'i bosilayotganda og'riqlar natijasida bemor hushidan ketgandi. O'ziga kelgach yuzidagi terlarni artib, haqiqatdan bu safarimizdan juda charchadik oyatini o'qidi. Kahf surasi 62-oyat. Keyin kesilgan oyog'ini qo'liga oldi va dedi: Meni ustingga yuklagan zotga qasamki, sen bilan hech qachon haromga yurmadim. Behisob shukrlar bo'lsin. Bu yil Shomga Avs qabilasidan ba'zi kishilar keldi. Oralarida ko'zi ojiz odam ham bor edi. Valid ibn Abdumalik undan qanday ko'r bo'lib qolganini so'radi. U kishi javob berdi: Ey mo'minlar amiri, qabilamizda menchalik moli ko'p kishi yo'q edi. Bir vodiyda tunashga to'g'ri keldi. O'sha kecha kelgan sel bitta tuya va yangi tug'ilgan chaqaloqdan boshqa barcha oila a'zolarim, mol va mulkimni oqizib ketdi. Bu asnoda tuya ham qochib borayotganini ko'rib, ortidan yugurgandim. Shu payt go'dak chinqirdi. Ortga qaytdim, ammo bo'ri hujumiga uchragan bolamni qutqara olmadim. Keyin yana tuyaning ortidan bordim. Endi yetdim deganimda yuzimga shunday zarb bilan tepdiki, ikki ko'zim ham ko'r bo'ldi. Bir kechada ham oilam, ham mol mulkim, ham ko'zlarimdan ayrildim. Bu kishini Urva ibn Zubayrning oldiga olib boring, dedi xalifa. Insonlar orasida undan ham kattaroq baloga duchor bo'lganlari borligini ko'rsin. Urva ibn Zubayr Madinaga qaytgach, Allohga hamd keltirdi. Robbim, mening ikki qo'lim va ikki oyog'im bor edi. Oyoqlarimdan birini olding, birini menga qoldirding. Senga hisobsiz hamd va sanolar bo'lsin. Vallohi, sen bir narsani olasan, yana ziyoda ne'matlarni ato qilasan. Bir bora musibatga duchor qilsang, ming bora ofiyat berasan. Barchasi uchun senga hamdlar bo'lsin. Bu hikoyadan juda ham ko'plab ibratlar olsak bo'ladi. Eng asosiysi, inson har bir kuniga, qadariga rozi bo'lishi kerak. Agar Alloh taolo sizdan bir ne'matni olib qo'ygan bo'lsa, ishonavering. Bunda albatta bir hikmat bor. Albatta u olingan ne'matning o'rniga ziyodalarini sizga nasib qiladi. Faqat ishoning, shukr qilishda bardavom bo'ling. Bu qissa Islomiy hikoyalar kitobidan olindi.